Qaranglar, Sobirov Anvar aka klientimiz yashil pasportda kelganlariga 7 yil bo'layotgan yaqin, hali ketishmagan ekan. Chiroyli qilib birdan yozib berdik. 30-aprel kuni Vnukovo Toshkent yo'nalishi bo'yicha 30 kilo bagaj, 10 kilo ruchnoklalar bilan qo'llariga bir emas ikkita bilet xarid qilishdi. Shtoy pasport ko'rsatib qo'yapman. Kelganlarga 7 yil bo'lgan do'stlar kuzatib qo'yish xizmatidan foydalanishyapti. Xudo 29-ni ogohlantirsak, 30-ni chiroyli qilib kutib olib kuzatib boramiz. Rossiya deputatlaridan kim yashil pasportda yurgan bo'lsa va pasport institutiga borib vaqt ketkazib rasvot qilishda hojati yo'q. O'sha yashil pasportdan yana chiqaramiz. Sababi mana 2011, 12, 2027-yil ko'ryapsizlar, pasportda destvasi bu. Mana shu bo'lsa bo'ldi do'stlar. Bu yo'g'ini bizga qo'yib beringlar, biz chiroyli kuzatib boramiz. Xudo xolasa bir emas ikkita bilet xarid qilishdi. Ikkinchi biletimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu Air Tashkent reysiga bo'ldi. Ikkinchi biletimiz Feruz opaga, bunisi Anvar akaga. Nurjon qo'llaringizlar, kimda-kim Rossiya o'rtasida shunaqa muammolarga uchrab, shunaqa savollarga javob to'xtab bergan bo'lsa, bemalol Saidjon Airwaysdan savollarga javob olsa bo'ladi. Aynan Moskva o'rtasida yashil pasport yurgan do'stlarimizga bu videoni tashlab qo'yinglar, chunki foydali bo'ladi degan umiddaman va bizning ofitsial nomerimiz +793 510 4808 +795 510 4808 dan onlayn orasidan, offlayn orasidan shaxsan o'zim 250 javob beraman. Inshaalloh 2025-yil ham O'zbekiston havo yo'llaridan shu xalqning duosi bilan yaxshi agensiya, ya'ni nomini olamiz degan umiddaman. Pardeshga qilib qo'llab-quvvatlab turishni iltimos qilaman. Bizlar reykasimizda nafaqat samolyot, poyezdga ham, avtobusga ham barcha istalgan nuqtasida sizlarga aviabiletlarni qilib olamiz. Rahmat hammaga, like bosib, videoni podpiska qo'yasizlar.